Hammayam yangi avtomobil mingisi keladi, lekin mana bunaqa metandagi очередlar, propandagi очередlarni ko'rib, to'g'risi eng hamyonbop, ikkistabop mashina ko'pchilik qidiradi. Bugun sizlarga mana shunaqa avtomobillardan biri bo'lgan Depal SL03 hamda 07 modellari bor ekan. To'g'rirog'i S07 modelini qisqa hamda test drayvlarini to'liq batafsil obzorni qilib beramiz. Sababi bu avtomobillarni boshqa brendlarga nisbatan farqlarini hozir birma-bir video davomida yoritib beraman. Undan keyin videoni ko'rib bo'lgandan keyin o'zingiz bahosini berasiz, sotib olish olmasliklarini havolasini o'zlaringizga beraman. Sababi takliflarni biz qilib o'tyapmiz. Hammaga alangalik assalomu alaykum akajonlar, yaxshimisizlar, charchab qolmayapsizlarmi? Xudo xolasa Vlad Avtosity'ga joylashgan Buxorodagi Changan avtosalonda nasib bo'lsa videoroliklarimiz syomkasi bo'lyapti. Mana shu avtomobillarni sizlarga narx-navoz qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana ki SL03 hamda S07 modellari bor. Bundan tashqari yangi model kirib kelgan Avatar nomlanadi. Buni ko'pchilik xarakteristikasini bilmagan bo'lishi mumkin. Hozir video davomida to'liq yoritib beraman olsam. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz ham boshladik. Manzil Buxoro shahar Gazvashoh ko'chasi 1-uy. Vlad Avtosity joylashgan. Xorazm Nukus Qorapoq yo'lidan kelaverishda Karvon bozor chorrahasidan o'tganda 1 kilometrgacha o'tganingizda o'ng qo'lda keladi. Shu yerda avtosalon. Bu mana bu yo'l bilan Qashqadaryo Surxondaryoga chiqib ketish yo'li. Xullas avtosalon shu yerda, Cherry bor, Changan bor, hammasi birma-bir yonma-yon joylashgan. Bo'lmasa biz avtosalondan ma'lumotlarini boshlaymiz. Like bosib qo'ydingizmi? Bosib qo'ying tekin narsadan. Azizlar, mana Changanda har xil avtomobillari bor. Ko'rib turganingizdek SL03 hamda SL07 pozitsiyalari. Metan propanda o'chiribda turmayman degan akajonlarimiz uchun taklifni Hasan akamizdan bombasi xudo xolasa. Hasan aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz akajon? Zo'rmisiz? Rahmat. Yaxshiman. Rahmat aka. Yangi yil yaxshi kutib oldingizmi? Rahmat aka, yaxshi kutib o'zlaringiz yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr. To'g'ri aytdingiz, propan metandan charchaganlar uchun gibrid mashinalarimiz bor. Depal SL03. Bu mashinamiz gibrid bo'lib 1.5 atmosferniy. Bu benzin tanlamaydi bu mashina aka. Shundayda atmosferniy deyapsiz, hozir metan propan mashinaga umuman muammosi tushadi ham, kerak ham yo'q bunga qo'y, chunki bu o'zini zarar berib, yana yo'lda davom ettiraverasiz. Bunday olib qaraganda yo'lda qolish yo'q. Aka, 1 litr rasxodga siz metan propan qo'ygan bo'larmidingiz? Aytingchi o'zingiz. Xolisona fikr. Men qo'ymasdim. Menimcha o'zini zarar beradi, ham yaxshi probeg beradi to'kni o'zida. Yana bir qulaylik tomonidan mashinani men tashqi ko'rinishida ozroq bir xarakteristikasi bilan tanib chiqqan paytim, mashina o'zi ya'ni xuddi telefonga o'xshab mashinani qizilga tushib qoladi-ku 20 dan pasaysa. Bu mashina o'zi o'shanga tushmasligi uchun o'zini o'zi zaryad berar ekan. Shuna qiladi aka, o'zini zaryad beradi va 15 daqiqada o'zini zaryadlab to'ldiradi. 80% gacha 15 minutda to'ldirib beradi. Va yana o'sha aytgan probegni beradi. Mana 0 dan 100 gacha razgoni ham 7 necha? 7 emas, 7. Mana aka. Tashqi ko'rinish obzorlarini ko'rib o'tiribsiz. Aka, bularni hozir videoni boshidan aytib o'tay. To'lov turlari qanaqa bo'lyapti? Hamma to'lov turi bor. Hammasidan bor. Naqd, rasolishga, imtiyozli kredit, trading xizmatimiz ham bor aka. Xudo xolasa. Kelishlar mumkin. Videoni oxirigacha ko'rganlarga nima bonus qilib beramiz? Kelsinlar, siz nomingizdan kelganlarga bonus qilib beramiz aka. Humoyingiz kanali aytib kelsa, chiroyli bonuslarni akajonlar eritamiz xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Hammamizga shunaqa premium darajadagi mashinalarni haydash nasib qilsin avvalo. Oho. Salon prям dahshat. Mashinamiz bez ramishni ko'rishingiz mumkin. Bez ramishni. Qalin. Aka, bu nima qalin bu? Bez ramish qalinligi tez sinmasligi uchun tez sinmaydi. Bo'saysan. Mashinamiz bu yumshoq plastik qilgan, mana alkantara qilgan, koja va knopkalarni qarang, nikelni qilgan. Xromli, yaltiroq. Nikelmi? Nikel. Bu alkantara qilgan.
ichki ko'rinishi полный заводской alcantara. Tepalari splashnoy panorama, даже yonlarini ham alcantara qilgan. Bir zaryadda shundayda общий bak hajmi bilan qancha yurib beradi? 1250 ta. 1250. O'zini benzin nimadagi, tokdagi zapas qoldi 250 midi? Adashmasam. Tokda 250 ta, benzinda 1000 km. Benzinda 1000 km. 100 kilometrga 4,5 litr yeydi. Mana Даже orqalari ham alcantara. Perforatsiyali kojami. Shuna. Zo'r. Mashinamiz balonni 19 diskada turibdi. 19 yumshoq 245 ga 45 19lik. Uni orqalarini ko'rinishi. Spoilerlari mana aka sportivniy qo'sh qilingan ekan. Aka shuni bitta 03 nima 07 ni bir haydab test drive qilsak nima deysiz? Qilamiz aka, test drive. Xudo xohlasa Bo'ladi. Ko'rsatamiz. Haydab. Samoklaykasi bularda zapaska bo'lmaydi. Samoklayka kompressor dam berish uchun. Dальше yana yurib davom ettiraverasiz. Plus bu yerda samfera bor, o'zini zavodskiy. $200 $300 qo'yib olish shart emas. Shart emas, tayyor. O'zida tayyor. Samferlar. Bu liftbek shundayda. Shunaqa. Ko'z bilan birga ochiladi. Shunaqa. Mana. Mashinaga o'tirib ko'rishingiz mumkin ekan, ichki narxalarini ko'rsatamiz. Xudo xohlasa. Bismillahirrohmanirrohim. Obunachilar yarashdimi, nima deysizlar? Mendan ham ko'ra bu mashina sizlarga ko'proq yarashadi. Nima deydi? Elga bersin, el qatori bizga ham bersin dedi-ku. Aka mashinamizda head-up display bor, mavjud, ko'rinayotgan bo'lsa. Tormoz bossangiz mashina yonadi. Mashina yondi. Yondimi hozir? Ready mana tayyor deyapti. Head-up display sizga mana ko'rinyapti. Ko'rinyapti. Boshda mana ke parkingga turibdi. Buni haydaganingizdan keyin polni polosalar bilan ko'rsatadi. Yo'ldagi znakni ham olib sizga head-up displayga chiqarib beradi. Antradar kerak yo'q mashinada. Buni hozir mana bu yerdan skoroskga urib, skorost mana bu yerda gitara turibdi. Ortiqcha knopka yo'q. Ortiqcha knopka yo'q aka. Беспроводной zaryadka. Ixcham ekan-a? Холодильник. Mana. Bu yerda motorchasi bor. Ko'ringan bo'lsa. Mana. Endi baribir kamera qanaqa olib beryapti bilmadim-ku, lekin bir kelib ko'rishga arziydi aniq. Panorama, splashnoy, gazli, oftobda qora bo'ladi, o'z rangini o'zgartiradi. Ha. Tushunarli. Mana salonda ichi qizib ketmaydi-a, qora. Qizib ketmaydi, yo'q. Bu gazliligi uchun xamilon bo'lishi, qop-qora bo'lib, bu tonirovka vazifasini bajaradi. Ha. Tushunarli. Mashinalarimiz rejimlari mana, ekonom, komfort, manevr. To'rtinchisini o'zingiz nastroyka qilsangiz bo'ladi. O'ziga qanaqa qulay bo'lsa. Abdufabagriyev sidenlarda bor, oldingi sidenada, orqa sidenada klimat kontrol. Mana 360 kamera, mana bu yerda mana. Rulimiz multi-rul. Xo'p, mana aka. Ko'rsatishi. Har tomondan ko'rsa bo'lar ekan. Tepadan, pastdan, yondan dedik mana. Xo'p, mana. Qotmaydi. Sifat zo'r. Bu rusifikatsiya bo'lgan-a? Rusifikatsiya qilingan akajon mana. Har bir mijozimizga rusifikatsiya qilinmagan bo'lsa, rusifikatsiya o'z ichida bo'ladi, qilib berish. Bu mashinalarning aka rasmiy garantiyasi qancha endi? Garantiyasi 3 yil olgandan keyin. 3 yil garantiya aka, 120 ming kilometrgacha. Batareykasini o'ziga 5 yil garantiya beriladi. 5 yil garantiyasi bor. Bismillahirrohmanirrohim. Nasib qilsin har bittamizga. Mana. Ko'rinishi mashinamizni. Uzunligi 5,5 bor-ku? 5 ga bormaydi, 5 ga yaqin. 5 ga yaqin, ha? 480. 480, 5 metrga yaqin ekan. Zo'r, yoqdi menga. Keyingisi S07 dan boshlaymiz yoki avatarlardan. Mana S07lar tugatib olaylik bo'lsa-a? Oppoqqinasi baribir boshqacha ko'rinadi deganlarga Depal SL S07. Buning xarakteristikasi qanaqa aka endi? Bu Depal S07, Depal SL03 ni crossover varianti aka. Baland yo'l tanlamas aka, полный LED fara, LED, datchika sensor datchiklar bor, 360 kamera. Balonlari 19 razmerda. Buni
Shishasiga ahamiyat bering. 2 qavat. 2 qavatlik mana. Mana bu 1 qavat, mana bu 2 qavat. Bu boyagi nima deydi? O'zimizda uydagi akfa eshik qilamiz, 2 qavat bo'ladi-ku, terilmaydi degan. Buni ursangiz ham hech nima bo'lmaydi. O, anaka. Sinmaydi. Mana bu knopkalar mana xrom qilgan, yog'och, nappa koja, oranjiy yoqdan. Mana bu yog'och Yog'och aka. O, ana. Mana plastik, sifatli plastik qirilmaydi. Mana bu ko'rishingiz mumkin, qirilmaydi. Nappa kojadan dermatiska akajon. 360 kamerasi ham bor, multirul. Nechiga ham o'tirib ko'rishingiz mumkin aka. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir mana shu aynan shu modelda men juda ham ko'plab ko'ryapman. Shaharda ham anchagina ko'payib qoldi-da, mana S07lar. Hozir bossam yonadimi endi? Mashina yondi o'sha. Yondimi? Bu bilan tokda turibdi mashinalar. Tokda rejimi. Aka, bu endi qancha tezlikdan keyin benzin qo'shadi? Bular birortasi akajon unday 60 dan keyin benzin qo'shadigan emas. Ularni o'z nastroyka qilib xohlasangiz shu 200 bilan desangiz 200 bilan tok bilan ketsangiz bo'ladi, benzin yoki buni farqi yo'q. Bunda ham head up display mavjud. Bunda head up display hozir takomillashtirilgan aka. Bu polni polisalar bilan ko'rsatadi. Bunga ham 360 kamera, Face ID bor. Tak, mana aka head up display, narxi mashinani oynasini yonida yonib turibdi. Zo'r. Mana bu skorost bu yerda. Bu Burga elektron akajon. 30 kilometr, 368 kilometr benzinda qo'ygan. Benzinda. Mana общий запас xotimiz bu yerga yozib beradi. 402 kilometr. Bu mana aka. Bunda ham panorama. Bu shtorkalik aka. Ochib yopiladi oxirigacha, elektron shtorka. Keyin bu mashinani akajon biror kishi mashinaga tegsa agar, biror begona kishi avtomatik 360 kamera ishlab tovushigacha oladi. Unda. Ne bolalarga mashina yonmaydi bunga. Ha, faqatgina kalit bilan kelsa ham mashina yonmaydi. Oh degani, zo'r tamom. Men o'tirgan sidenaga akajon masaji bor, atamankalik, bu nolевой gravitatsiya ham bo'ladi. Zero gravity state is about to recline. Orqagacha yotib beradi. Yotib masaj olib ketsa bo'ladi. Items in the rear seat. Mana aka. Bo'ldi akalar, video tugadi aka. Вообще komfort ekan-ku, gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Hammaga orqalardan ko'rishingiz mumkin, bemalol o'tirib ko'rib, komfortini ko'ring. Mana bu yerda qanday ochiladi? Benzin tomoni ochiladi. Benzinmi? Ichkaridan ochiladi. Ha. Akajon o'tirib ko'rishingiz mumkin mana bu yerda, mana. Bemalol ikkita qo'l ketadi bu yerda. Mana bu yerda suvni qo'yib, telefonni qo'ysalar bo'ladi. Yo'da 3 kishi o'tirsa ham bo'ladi. Mana kengligi. Bemalol joy bor. O'rtasida mana qorni bu tomonga o'tsalar bo'ladi bemalol. Bemalol. Joy ham keng ekan ancha. Bu aytganday mana klimat kontrol. Bemalol shtorkani ochib yopish bor. Oldin sidenani orqaga yuborish. Даже konditsioner pechkani yoqsangiz bo'ladi orqadan turib. Zo'r. Aka, ko'pchilik endi bu mashinalarni narxiga qiziqib turibdi-da. Narx haqida nima deymiz? Buni narxi akajon hammasini video oxirida aytib o'taman. Birma-bir narxini aytib o'taman aka. Endi keling mashinani men orqa tomonimasiga ko'rsataman. Yonishini. Logotiplar bilan. Logotip o'rtada, qizil. Sensor datchiklar, 360 kamerasi bor aka. Elektroniklar 4 ta. Buni ходовой qanaqa aka? Ходовой независимый aka. Независимый, o'z-o'ziga mustaqil. Ходовой независимый, oldin McPherson, nagrichashni. Bu degani 4 ta balon, 4 talasi ham alohida ishlaydi. Bir-biriga yubormaydi. Masalan, yamaga kirsang, o'sha bitta balon o'zi borib keladi tamom. Ko'zga ta'sir qilmaydi. Hech nimaga ta'sir qilmaydi aka. Zarari yetmaydi. Orqa bagaji. Zo'r. Qisib qolmaydi hech kim bolalarni. Bagaj 480 litr akajon. Buni stansiyasi uyda qo'yishga. Samoferi bor buni ham. Zavod. 220 ga zaryad qilsak bo'ladi uyda. Bo'ladi aka. Uyda ozmasiga zaryadnik joyini ko'rsataman. Buni detskiy rejimi ham bor aka. Hozir o'rtoqlar bilan tog'ga borib, namoyishga borsa hazillashib
bagaj yopsak qisib qo'ymaydi aka. Shunday aka, keyin kalit ichida bo'lsa qulflanib qolmaydimi bu? Qulflanib qolmaydi aka. Misol uchun men bir bizlar shunaqa vaziyat bo'ldida. Mashina nimasi ichida qolib ketdi, kalit nimasida, bagajda ichida. Hali ham baxtimga mashina ochiq ekan. U qanday ochib bilmadim. Aka, bunda 3 ta naqa bo'ladi, kalit bo'ladi, karta bo'ladi Karta, и pult bo'ladi. pult bo'ladi. Mana zaradnik joyi akajon. 380. Ko'chada bistro zaradga qo'ysa bo'ladi, tez zaradga. 30% dan 80% gacha 15 daqiqa to'ldiradi. Umumiyda qo'ysalar 0 dan qo'ysalarga yarim soatda to'ldirib beradi. Bu sharoitida Bu sharoitda mana 220. 2 soatda to'ldiradi. 7-8 soatlar shart emas, ha? Yo'q, shart emas. 2 soatga to'ldirib beradi. Rasxodi 15-20 ming so'm bo'ladi. Buni benzin baki ichkaridan ochiladi. Benzin o'g'irlamasliklari uchun ichkariga qilib qo'ygan knopkasi. 45 litr, ha, adashmasam benzin. 45 litr akajon. 45 litr. Mana aka. Mana bakoylarda slipoy zonasi bilan abagrev bor mana. Abagrev bor. Endi qor yomg'ir yog'sa darrov quritib beradi. Tezlab turmaydi. Bu shuni 20 diskaligi mana bu misol ekan. Bu ikkinchi paysam endi. Yo'q, bular bitta paysi. Bitta paysi. Faqat diskasiga farq bor. 19 kalpashim. Bu 20 diska. 20 diska. Narxida ham farqi bormi? Farqi bor aka, narxida. Narxida ham farqi bor. Narxdan farqi bor bilan aka. Keyingi mashinamiz buni ham bitta aylantirib ko'rsating. Rangi boshqacha. Tashqi ko'rinishi ham boshqacha rangi, ichki saloni ham mana. Napa kojada ishlatilgan, perforatsiyalik, terlatmaydigan. Komfort mashina haqiqatan ham nasib qilsin, buyursin hammaga. Afzalliklari juda ham ko'p boshqa modellarga qaraganda. Avatar modeli ko'pchilik qiziqqan insonlar uchun aka, keling mana shu sedandan ko'raylik birinchi. Mana sedandan ko'ramiz aka. Keling, Avatar 06. Avatar 06. Changan zavodning eng so'nggi mashinasi aka. Yonishlari. Mana. Tashqi ko'rinish vobshe chiroyli ekan lekin. Aka, bu ham gibridmi? Bu ham gibrid aka, bu 1.5 turbina motor mashinamiz. Keling aka. Buni logotip alohida yonadi aka. Tumanligi bu yerda mana blижнийga boshqa far, naqaga dalniga boshqa far. Mana bu kunduz yoritish chiroqlari. Shunday. Bu 540 kamera aka, lidar mavjud bunda. Buni eshigini ochilish knopka bilan. O'zi ochib beradi. Keling janob deb. Shunday akajon. Materiallari yumshoq, hamma joyi yumshoq material. Bularning akustikalari 20 ga yaqin akustikasi bor mana aka. Oho. Salonda rangi vobshe chiroyli ekan, lekin nima desam bo'ladi, qanaqa rang desam bo'ladi buni. Xullas boshqacha-da. Atamankalari bor ekan. Haydovchi o'rindig'iga atamanka nima kerak deganlarga. Mashinani komfortligini bittada ko'rish lozim ekan. Mana orqasi. Boshqa qisilib o'tirmaysiz akajon bularga. Mana bemalol. Abdufa bagrev bor. Massaj ikkita oldin sideniyaga bor bunga. Mana bu yerda mana zarat qo'yadigan naqasi. Elektron даже bu ham. Oho, hozir 380 220. Bu ham shu. Mana bossam yarim soatda, bu 2 soatda. Bu ham bosim yopiladi. Texnika mo'jizasini ko'rganman, lekin bunaqasi emas edi. Bomba led faralar bu yerda. Bagaji. Mana. Kattagina bagaj stansiyasi, uyda zaryad qo'yish uchun. Mana bu. Bagajning kattaligi. Samferi ham bor. Mana. Mana dam olish ketsangiz, tifal qizdirish uchun 12 maksimal bor. Yo'qlishi qarang. Avatar 06. Shunday. Pilsoskalari bor ekan даже. Nasib qilsin. Qani, yopilchi.
yo o'zimiz yapamiz. Orqasi mexanika. Ha, mexanika. Oldin Hop, bundasini endi. o'tirib ko'rishingiz mumkin aka. Bemalol. O, mana. Qisib oldim. Mana aka. Bismillahirrohmanirrohim. Mana aka. Mana pulti. Aha. Xohlasangiz buni zaryad tugasa mana zaryadga qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana zaryad oladi. Zaryad olyapman yashilcha yonida. Telefonni qo'ysangiz ham bo'ladi, buni qo'ysangiz ham bo'ladi. Uх ты. Ruli вообще nimani ruli? Bunda Teslaga o'xshagan. bu aka polni привод, 4 ta ballondan ishlaydi, pnevmo podveska bor, yerdan yana 15 sm tepa ko'tariladi bo'ladi. Sidinkasi yomon yoqdi aka, lekin вообще dahshat qulay o'tirar ekansiz. Maskani massaj yoqib beraman hozir. Oho, mana aka. Xohlasangiz sizni bunday qilib yotqizib massaj beraman. Haydovchi o'rindig'i ham yotadi. Ana aka. Oho. Atamankalar ham chiqadi. Oyoqda edim, atamankalargacha chiqib. He. Aka, buni bunday qilib dam olsak, moshinda kim haydaydi endi? Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Mana aka. Pnevmo podveskasi. Eshik yopsangiz, pnevmo podveska ishlaydi. Knopkani bosing yopiladi. Podveskasi ishlayaptimi hozir? Mashina ko'tariladi. Tepaga ko'tarilyapti. Shuni. Tashqi tomondan chiqib tursak bo'lekan. Hozir yana ko'rsataman. Yana tushishni qilay, keyin tushgan paytimiz ko'tarib beraman pnevmo podveskasini. Zo'r. Rulni qarang, rulni вообще. Samolyot. Samolyot. Скорость bu yerda aka buni. Mana RND. Mashinada turib boshqarsangiz bo'ladi. Zaryadnik joyini ochish, benzin bak ochish, bagaj ochish. Buni zapas qoldi qancha? 280 ta buni zapas qoldi. 280, polni bak bilanchi? 1280. 1280 kilometr. Mana to'lig'icha panorama tom. Bu nima deydi? Nimaga ulashib ketgan? Kuzovga. Bunaqa mana qarang. Ochilishi. Polni elektron mashinaning ichidan o'zi ochsangiz bo'ladi. Eshigingizni ochdim. Mana zaryad qo'ygan stansiyasini ochdim. Mashina ichidan. Bagaj ochdim. O'zimning eshigimni ochdim. Mana. Xohlasam endi yopaman. Mana aka. Bagaj ham ochilgan. Bagaj mana tepada yopilyapti bagaj. Zaryad qo'ygan joydan. Zaryad qo'yayotganda. Mana yerda yopildi. Eshigingiz yopiq. Hammasi knopkada. Mashina 540 kamera mavjud mashinada. Sideniyasi o'ziga moslab olsangiz ham bo'ladi. Pamyat sideniya mavjud bo'ladi. Mashina polni hamma joyi yumshoq material. Hamma joyi, даже mana bu yoqlargacha yumshoq material. Aka ushlab ko'rishingiz mumkin, muxlislar ishonmasliklari mumkin, o'zingiz ushlab ko'ring. Yumshoq. Hozir pnevmasi ko'tarilgan. Pnevmani tushirasan endi. Hozir tushirib beraman. Hozir mashinadan tushing, hozir pnevmasi ko'tarilgan, shuni ko'ring. Ko'tarilgan 2 marta bo'lsangiz ochiladi. Endi yopildi. Pilisoskalarni mana chiqarib oldim mana aka. Endi yana 2 marta bosaman. Mashina o'zi ochib berilyapti. O'zi pnevmasi ko'tarilgan. Zo'r. Eshikni yopaylik. Hozir ko'tarilgan holatda buni pnevmasi. Tushiring aka endi. Mana pnevma ko'tarilgan. Tushishni boshlaydi. Mana boshladi. Mana endi orqa tushadi. Narigi tomoni tushdi mana. Endi bunisi tushadi. Birin ko'tarib tushirar ekan-da. Nar tomonda, endi mana bu tomondan. Mana hoppa. Endi nar tomondan hoppa.
Mana ki. Gap bo'lishi mumkin emas. Balonimiz razmeri 20, Mhm. 540 kamera, lidar. Bu mashinada yo'q narsani o'zi yo'q. Hamma narsa mavjud bu mashinada. Gap bo'lishi mumkin emas. Avatar 06. Narxlarini video oxirida aytib o'tamiz dedi akamiz. Nasib bo'lsa, telefon nomerlarini ham qo'yamiz. Agar shu videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying hamda telefon nomerlarini video boshida bo'ladi. Qiziqqan insonlar bo'lsa, telefon qilaveramiz. Bemalol telefon qilishadi. Keyingi mashinamiz akajon Avatar 07. Bu 06 ga qaraganda anchagina kattaroq ekan. Bu kattaroq aka. Bunda 4 ta sidin massaj, 540 kamera. Biz orqadan turib, orqadagi yo'lovchilarni bemalol boshqarish mumkin. O'zini massajni yoqadi, abduf abagirevni yoqadi. O'zini oldin sidinani oldinroq orqaroq qilib qo'yadi. Shtorkani yopsa bo'ladi. Shunaqa xususiyatlar mavjud. Zo'r. Marhamat keling aka. Nasib qilsin akajonlar hammalaringizga. Вообще komfort ekan lekin. Orqalarini ham bitta o'tib ko'rsataylik. Mana Avatar 07 bu. Shunaqa. Aka bu ham hammasi Changan zavodiga tegishli. Hammasi Changan zavodiga tegishli akajon. Marhamat kelishingiz mumkin. Men oldin sizni ko'rsatay. Bunda ham beziramiz. Eshikni ochishingiz bilan monitor yonadi sizga. Bunda ham nima qilsak bo'ladimi? Sidinalar nima eshiklarni Bemalol ochib yopsak bo'ladimi? Yo'q, bularniki mexanistik, qo'l bilan ochib yopadi. Qo'l bilan, mana. Mana yopasiz. Va mana bu knopka ochadi. Aha. Pilisoska hammasi bor bunda ham. Bularda pilisoska bo'lmaydi akajon. Yo'qmi? Yo'q, bularda pilisoska yo'q. Pilisoska faqat 06 ikkita eshik oldin eshikda bor. Buni yopilishi ruchno. Ha, yopib ruchno. Bu yoqda mana zaryad qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqqa qo'yib. Yonda. Zaryad olyapti. Shuna. Bu pnevmopodiskasi o'zi ishlayapti. Avtoga qo'yib, mana tushirilgan o'zi mashina. Eng tushirilgani. Ha. Hozir ko'taramiz. Aka o'zi pnevmopodiskasi ham normaligina pul so'radi-da. Shuna akajon. Mashinalarga ko'p o'zimiz jay mashinalarga ham qiziqqanlar qildiradi-ku, anchagina qimmat summaga qildiradi. Qimmat aka. Bular pnevmopodiskasi keyin bularni pnevmopodiskasi yumshoq. Masalan, yo'lga yuribsiz. 4 bu общий привод, полный привод bular. Aka alohida balonlar ishlab, pnevma ham alohida ishlab beradi bularga. Chiroqlari yomon chiroyli yonar ekan. Mana o'rtadan chiqib kelib o'zgartirsa ham bo'ladi. Mana bu yergacha yonib ketar ekan. Kechqurun вообще dahshat beradi-da bu. Mana rang o'zgaryapti. Mana bu yerdan regrovka qilyapmiz mana. Mana ko'k bo'ldi, yashil bo'ldi. Mana ki, даже mana bu yerlargacha rang o'zgaryapti. Mana bu yoqlargacha, ichigacha. Ichlarigacha. Ощущение вообще dahshat xullas. Nasib qilsin har bitta dazga signal bosib qo'ysin bo'ladimi? Bemalol. Mana massaj, 4 ta sidin massaj. Ha, haydovchi o'rindig'i mana hammasi bor ekan. Mana bular haydovchi. Даже yo'lovchilargacha massaj bor ekan. По-моему, bu ham elektron. Rulni naqa qilish ham elektron. Rullar. Regrovka qilish u tomonda. Mana ko'tarilyapti. Eng maksimal. Eng pasti mana. Yonga qilsak, oldinga chiqib, bunga orqaga qilamiz. Mana ki. Bunday qilaman, mana ko'tarilyapti. Zo'r, вообще gap bo'lishi mumkin emas. Bo'lmasa orqasini o'taylik, bo'lmasa bir nimani ko'rsataman u yerda. Orqasida Bismillahirrohmanirrohim. Aka keling. O'tiring. Bu maqtashga arzigulik mashina. Birinchidan mashinamizga planshet qo'yadigan joy alohida. Planshet qayerga qo'yamiz buni? Mana bu yerda. Mana bu yerga. Mana shu yerda planshet.
Aha. Mana bu yerda ikrizga qo'yasiz narxlarni. Aha. Yana bitta plyusi, mana bu yerda suv qo'ysangiz bo'ladi. Mhm. Klimat kontrol. Xrom Oho, mana ishlagan ko'zga o'xshagan. va mana sizga. O'zi sidingizni regulировка qilasiz. Nehe. Biznes klass ekanda. Massaj yoqsangiz bo'ladi. Abdufabagriyev. Shtorka mana. O, ana. Shtorkalargacha ko'tarildi. Va mana bu sidinani orqa oldini itish. Bu ana oldinga ketdi. Mana buni ham oldinga qilingchi. Haydovchiniki bo'lmaydi, faqat mana buniki bo'ladi. Ha, bu yo'lovchiniki bo'ladi. O'zim sidinam mana. Ha, to'g'ri-da, haydovchiniki qilsa, u haydovchi tiqilib qolsa, Shunday. keyin qanday bo'ladi? Bemalol orqaga borish. Hamma narsa xavfsizlik uchun zo'r ishlangan ekan, haqiqatdan ham, lekin shtorkalar ochilishi. Ehe. Ha. Mana bu yerda logotip bor, avatar. Mhm. Bularni rasmiy kafolati qancha aka? Burada 3 yil 120 ming kilometrgacha. Bismillahirrohmanirrohim. 3 yil yoki 120 ming kilometrgacha rasmiy Shunday kafolat bilan mashinalar sotiladi. Ranglari oq, qora, Oq, qora, cho'qi. Bu hozir mana shu bizda cho'qi. turibdi. Bunday. Mana buni bagaji. Mana shu. Mana bu yerlarda mana. Avarinka. Mana bu bagaji. Bundan shu samfer. Mana bu yerda choy 12 damlash voltlik uchun 12 voltlik tifal qo'yish uchun. rozetka joyi. Mana bular ham qanday sifatli narsa ekan. Shunday. Ixchamgina. Burada disk rejim mavjud. Zo'r. Aka, to'g'risi mashinaga qiziqib ketganimdan ko'p to'xtalib qoldik. Video ham ancha cho'zilib qoldi, lekin Bu mashina arziydi. Shunaqaga. bo'lyapti model. Mana o'zi pnevmasi ko'tarilgan. 265 ga 45 21 lik balonda. Pnevmasi ko'tarilgan, o'z pnevmasini tushiramiz. Mana shu yerdan turib ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana. Hozir eng baland maksimalniy pnevmani turibdi bu. Buni tushirib ko'ramiz hozir. Boshladi o'zi. Oldindan Mana boshlaydi. Orqa tushadi. orqa tushyapti. Endi oldi. Oldi tushdi o'zi mana. Endi orqa. Mana yana tushdi. Oldi. O'xdi. Yana tushdi mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Har birimizga, kuzatuvchilarimizga shunaqa kamida premium darajadagi mashinalar nasib qilsin. Avatar ham yangilik qilishda to'g'risi charchamabdi. Shunday akajon. Aka, narxlar haqida nima deymiz endi? Ko'pchilik mana Narxlarimiz. Keling aka. Narxlarimiz naqd oluvchilarga naqdga aytaman. 340 million so'm naqdga. 620 million so'm. Avatar 06. 680 million so'm. Avatar 07. 405 million. S07 mentol rangi faqat. Mana shu rang, ha? Mana shu rangi. 405 million naqdga. Va oq, qora, mokra asfalt rangimiz Dipal S07 ni 353 million so'm. Mana aka. Naqdga olaman deganlarga mana shu narxidan chegirma qilib beramizmi? Kesinlikle sizni nomimizdan kelganlarga chegirma bonuslar qilib beramiz aka. Keluvchilarga nasib qilsa chiroyli bonus, chiroyli chegirmasi bilan chiqarib berishadi. Barchangizga avtomobillar mana shunaqa premium darajadagi nasib qilsin. Videoni yakunlayman. Agarda men bera olmagan yoki akamiz aytmagan ma'lumotlar bo'lsa, telefon nomerlari bor. Pastda shunday aloqaga chiqib bog'lanib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hammangizni Changan Buxoro avtosalonida kutib qolamiz. Kelmoqchi bo'lganlar bo'lsa. Manzil Buxoro shahar Gazli-Shoh ko'chasi, 1-uy. Xorazm Qorboq tomondan kelishda Karon bozor chorrahasidan o'tganingizda prezident dachasini shunaqqina to'g'risida.